Assalomu alaykum. Sabila Yipak yo'li talon sahnasi programmamizda qizg'in ishtirokchilari. Kamina Muhammadcha Ro'zi Saiddan hammanglarga sig'inish salom, oliy ehtirom. Assalomu alaykum. Nahmedonlik tomoshabin do'stlar va televizor ekrani oldidagi qadrli ko'rmanlar. Riyosatchi qizinglar Hidoyat qiz Shamsiddindan hammalarga yolqinliq salom. Assalomu alaykum. Sabila Yipak yo'li talon sahnasi programmamizning qadrli ko'rmanlari. Riyosatchi do'stlar mikrofonlardan hammalarga mehrlik salom. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi bilan Şinjan Xuyu madaniyat tarqatish chekish shirkati va Şinjan do'lon o'qachilik chekish shirkati birlashib ishlagan Şinjan Sabila kasbiy taraqqiyot chekish shirkati alohida qo'llagan Sabila Yipak yo'li talon sahnasi programmasining ikkinchi qitimliq tanlash musobaqasi. Bu sahnimizda oldingi bosqichda bog'liqchi ustozlarimiz tanlab chiqqan mohirlarimiz o'xshash turdagi mahoratlar bo'yicha ayrim holda musobaqalashadi. Bu qitim, ya'ni 4 baholovchi ustozlarimiz musobaqalashmoqchi bo'lgan 2 yoki 3 mahirning ichidan talanti alohida bo'lgan bir mahirni bizning 3-bosqichimizga muvaffaqiyatli holda elib kiradi. Undaqda hammamiz qizg'in olqi sadolarimiz bilan programmamizningki sarkilari va bir tal qizilgulni sahnaga taklif qilamiz. Qo'shimda qolsa hammamiz qizg'in olqi shavaklarimiz bilan Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik madaniyat yurtininki birinchi darajalik ommaviy madaniyat tadqiqotchisi, davlatlik birinchi darajalik aktyor Kuldirib Sholbani Xayrigul Hasanni taklif qilamiz. Qani qizg'in olqishlarimiz bilan Xayrigul xonimni Xushkepsiz Xayrigul xonim. Basqan qadamlarimizdan gullar o'ngay. Bizning yana bir aziz baholovchimiz bo'lsa, Şinjan Naqshul Umkining davlatlik birinchi darajalik artisti, birga mahir ko'pga qodir san'atkor Asqar Raqib apandim qarshi olamiz. Yana bir aziz baholovchimiz bo'lsa, Tanta kino studiyasining rejissyori, davlatlik birinchi darajalik artist, komediya cho'lpini Abdukiram Abduzapandim. Mashallah. Karam apandim qarshi olamiz. Bizdeki yana bir aziz baholovchimiz bo'lsa, Jungo Mehr Shafqat jamiyatining muavin raisi, Jungo Model san'at jamiyatining muavin raisi Ömer Yimit apandim. Qarshi olamiz. Hürmetlik baholovchi ustozlarimiz, aziz tomoshabinlarimiz hammamiz qizg'in olqi shavaklarimiz ichida Yipak yo'li talon sahnamizningki mohirlarini sahnaga taklif etamiz. Qani, marhamat. Marhamat. Birinchi darajalik mukofotni ishonchlik, sifatlik un mahsulotlari, moy mahsulotlari, yemeklik mahsulotini ishlash bazasi bo'lgan Qashqa bahori oshliq moychaklik shirkati 200 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mahirni 8 yildan buyon Uyg'ur tibobat dorigarligi bilan shug'ullanayotgan Tibbiy Javhar Uyg'ur tibobati dorigarlik 150 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi bo'lgan mahirlarni Şinjan Sabila kasbiy taraqqiyot shirkati Zilal Oliy so'qim parashogi Qachuyi suyuqligi 100 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. 4-darajaga erishgan mahirni diyorimiz dehqonlari qo'llab kelayotgan ko'p iqtidorli don ayrish mashinasini ishlab chiqargan Lot Nahiya Atmiras yezigilik mashinalar shirkati 50 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Assalomu alaykum talon sahnasining qizg'in ko'rinmalari. Men Alimjon Ablat bu qitim talon sahnasiga qiyinliqlar bir qadar yuqori alohida mahoratlarni olib keldim. Yoqtirib ko'rishingizga umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday ahvollar, yaxshimi? Xo'sh, o'zinglarni bir turishib o'tinglar. İsmim Alimjon Qashqardan keldim. Azam Ali Ahmed, Qashqardan keldim.
Ben Turgun Mahmut Kuçad'ın geldim. Xo'sh, mana bu qarindoshlarimiz esinglarda bo'lsa, oldin qattima bu inimiz bu qishlari chekib, har xil mahoratni ko'rsatgan. Bu inimiz xatarlik mahoratlarni alohida mahoratga. Bu akimiz ham shu. Mana bu 3 alohida mahorat egalari bu qatimqi bizning Ipak yo'li talon sahnamizning 2-chi bosqichida. Ya'ni o'zaro musobaqa turida bizningki talon sahnamiz qatnashdilar. Bu qanaqadir musobaqa emas, o'zaro sizlar raqobatchi emas. Tushundinglarmi? Mana bizningki musobaqamizningki qoidasi bo'yicha sizlar mushunda chiqib qoldinglar. Lekin barliq ustozlarimiz sizlarga qanday bardan berishdan qat'iy nazar o'zinglarga ishilib, o'z talantinglarni to'liq namoyon qilinglar. Televizor ekran oldidagi barliq qarindoshlar va men sizlarga zo'r umid, ishonchimizni bog'laymiz. Barliq ustozlarimizni hayron qoldirib, 3-bosqichga dog'dam qadam bilan o'tib ketishga ishonchinglar bormi, yo'qmi? Ishonchimiz bor. Ura! Sabila markasidagi qulaylik ulgurlar mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum baholovchi ustozlar va ekran oldi ko'rman do'stlar. Yaxshimisiz? Men Qashqar shahridan kelgan Alimjondan sizlarga o'tib salom.
Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Men Azam Ali Ahmed. Arkadaşlarga menden otlu salam. Men bu qatim talant saynisga alayda nomim bilan keldim. Yoqtirib ko'rishlarini umid qilaman. Rahmat sizlarga. Sabiyle markasındaki kolaylık ögürle mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum aziz bahodir ustozlar va Ahmed Aldı ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Men Aziz Diyar Qashqar viloyati Yangishahar noyi Arab yezisiga kelgan Azam Ahmed bilan har qaysinlarga mendan o'tli salom va oliy ehtirom. Men sizlarga ko'rsatgan bo'lgan numerim bu qita kalta ko'rintosh, uch barmoq diyor bo'shinlash, 30 metr shilankada jigim beza. Soni 20 stakan. istikan. Şu hazır bana şu sahneden 10 yaş etrafıya vallahi çıkıp bir yardımlasa. Aldığında koy kan çıkıdan nasırım yoktur sana. Ya yok. Lekin muş dep buyduğunun ma o suğuşçılığa marif adette kürnüşke addi. Lekin ma qiyinlik derecesi yukarı. Ma küçük bala doğurmamızın hem doğurga vakitimi mani yolu bilen qilmasa odatda menga qanchurga yoki ahvollar chiqib qoladi. Shunga shu ota-onalarniki bolalarga diqqat qilishini umid qilaman. Abla sen ögütüdükensen de ata-analar dikkat kılıdı ha babda ha. 10 yaşlık bala dedi. Sen kaç yaş? 10 6 mı yaşlık yettin? bala ha çıksın. Bu 11 yaşta kıptırır bulavur ama. Bular Hay balar. Oğlum. Görüşe dadılar ola. Assalamu alaikum. Ya, sen körşe bağış ağa kan çıkıp oladı ki ket var. Assalamu alaikum. Yaxşı balar. Yaxshi. Ha sen körşe bağış ağa kan çıkıp oldu kan oldu. Ha, mana ko'rish bilan tegishgan bo'ldik bunga. Çikili sosu bulam koy yanında. Aslan balar. Assalomu alaykum. bir spos bu. Ko'rsin ikkisi. Kesin. Ha ma'qul. Birisi işte birisi körsün hem. Ha, birisi tutsin, birisi ko'rsin bolalarni. 10 yaş kıtap özünden tan adam deptiken bu. Sen sanat beğen daha ne? Bir. Baba gibi bu. Hozir qancha ishda? Bana hazır ben 25 işte özem 10'lu pişkizdim. Hemmisi bana lık bir sakandır suke bana. Bana lık. Bakarsam emin işlet gerek. Hazır emin içilip keş sipiyat mısın da toktu koydum. Assalomu alaykum. Ko'raman Tamashpullah. Men talant saynisning 2-bosqichga alohida marat etib keldim. Yoqtirib ko'rishingni umid qilaman. Sabiyle markasındaki kolaylık ögürle mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum. Tamashpul ko'rarman do'stlar va ustozlar. Ikkinchi qatimliq maratga yana qiziqchilik maratim etib keldim. Bugun qon chiqarmay turib, yirik marat o'yinsammi, ishni joyida qilmoqchi. Ha. İşte yaxshisi qon chiqarmaslik. Ha.
Qaltis sho'x musikangiz bor sizdan. Bir o'ynashi var, bir. Ha, o'ynashi var, ha. Mana tayyor. Ha. Sho'xlik var, sho'xlik.
Çıkar ikimiz oynayınız mı hani? İkimiz oynayalım da. He. Matikan işini kurur, sözde kulağımsın aşkına. Belki destekleyen. Bak, oyunun ne bakıp neyde, bastık neyde, kılı uyup koygan çıkmışlar işte. Ben yakın kepire ya. Ko'ylakni septirib qilgan bir marat bor, shuni qanday qilsam usta deyman. Shu ayoqqa ko'rdi. Sanmasın buldu ağaçının benim kısa. Bizde padişep degan narsa var. Shuni so'rab Yapıştı. Elinliqini. Ma'qul ko'yligimiz aldab qo'ysam, yana bir talab qiladi, o'sha tashqi qiladi. Bekavarı kim bu? Bekavarı kim bu? Abdülkerim'le uyum koygan çıkımda çiçek oldu. Aldırma yuttum ya Turgut canı. Yaşamamayla. Kasım. Olsun be, olsun be. Merkel söyletmegen niyet atamdı ki.
Bir zaten ne var da? Özgür var da. Kilercilik ap koyla be, et bayramlık oldu azırak, hemen oynab etmey. Hörmətli görmən dostlar, yuqurda Mahirimiz, Alımcan, Əzəm, şunaqla Turğuncan qatarlıqla ayrım-ayrım halda özünün alayda maharətini namayan qılıb oldu. Biz oxşashla bahalıqçı ustazlarınki qiymatli baha və təklif berişiga muhtojmiz. Xoş. Alımcan. Bugün özününki maharetindan razı mısın? Razıyız. Demek özün qayıl oldun ha? Neyim demek çoğunun özün düşünüp oldun? Onun üstüge sen yasap kelgen o sualdığın ton. Kalay yani tunuk sel nepizlere kop kağaçka sel çatak çıkıp kaldı. Kağın değişmeydi. Ha. Ezem. Əzəm. Ezemcan. Özdürü çok kandarak. Razı mı? Bizimki tayyorlik qilgandan yaxshi qilinmagan. Akşam kudek çıkmay kaldı. Yak ben öyle ki. Bir yerde yak tarafın değil. Hemen kılanmay kaldım da vedamı okup vermeyim ona. Sig'ib yer o'zimga loyiq qildim deb o'ylayman. Ha oldu. Hem de hoş. Tuğuncan bilen monduşup kalımız akşam bir şık saat. Tuğuncan varan. Hatun. Mening o'kini chaqchaq parangda chaqipim bo'lgan bilan bugun chaqipim yo'q. Bugun tirishishimning sababi ayolimniki metqosimi shuning uchun bo'lsa qattiq tirishay numarni hammani ochib o'tay debdim. Yerni o'tab qoldim. Ayolimniki ham bugun ozoq ko'ngli bo'lsa shuning o'rnida men qattiq jalloq chiqay deb tirishdim. Mening o'zimcha olsammi xalqniki butun tomoshabin ko'rishi odaroq bo'ldi. Mening numarim meniki ortiq parangim yo'q. Töp ustaz turupsan, benim numarımı koskımda çıkarsam darya birkaç seri keçik ötkesim tükübey kıl numar var. Başta adamım. Sıcık. Benim artık kipim yok. Ağan yap olsa Avul Kerem ustaz devasın. Divasın dedi. Divasın. Ha. Şuna kılıp size ikilile. Size numardan öz anlamı bugün kösetken numar o bekcik. 7-8 tağa. 8-9 mındaki numar ba. Razı mı? Ben razı, lekin numarını köp uğurlap işten sebep xalqlar ko'rdi. Bir ta ikki ta numarımı avarıp oldurdu. Onu biri kelganda jekkas qo'shib ketmamdi deb jaqorlayman seniga olsam. Mash ustamning mash bo'ldi, bir ta numarga avarıp turgandan jaqorligini yaxshi deydi. Ha, yaxshi. Manda bir gap aço. Yolvas. Yıldı birini tuğumiş. Tuğdu iken. Balısı yolvas oladı ki. Bazı vaxtıda cık numara orulub etkenden
menimcha yomon tetimli qilib, ritmli qilib, pokiz qilib birini o'ynaganmi afzal. Bu yerda haliqi nomerning jiq oz ko'pligidagi masala emas. Demek ki oğlum nima olsa, bayatından beri qarab o'tiryapmiz. Bizning chet ellik mayirli sal jiqroq O'rta Osiyodan kelgan. Gruziya deymiz, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston degandek. Bu mayirliniki nomeri xalqaro seviyasiga yetgan nomerlar. Onun ustiga buning sahnaga chiqib tushishidan tortib shunchalik o'lchamlik. Biz endi bu yerda o'zimizni qo'rqitib yetishga chiqib o'tamiz. Shunda bo'lsa-mu? Bugun endi nomer shunchalik jiq bo'ldi. Tomoshabinlarni yoqtirdi. Lekin tomoshabinlar yoqtirdi deblam hammani chiqarib etsak, qaysi nomerdan hozirlanishni bilmay qoladi odam. Endi masalanki o'rilgan nomerning hammasini mandat deb bermay. Ba'zi nomerlarda cho'qim televizor ko'rgichi, ba'zida tamoq yeyib ko'rdigan bo'ladi. Ba'zi chiroyli paranglashib o'tirib ko'rdigan bo'ladi. Ayada tomoshabinlar bizdan cho'qim sahnaga chiqqan odamdan hozirlanish kerak. Ses kirib qolsa bo'lmaydi. Men mushunchalik desam bo'lar. Meningki bayatın yenim Azamjon Ahmadmi? Azamjon. 20 stakan suvni 5'in putun osmon qilib turib, ishga vaqtida men 10'da to'xtatib qo'ydim. Nemishqa buni suv ishiga ko'zim yetdi. Bu mahorat xeli mashqqa vaqtda 10'dakin chiqadigan mahorat. Azamjon sendan so'rab qo'yaymi, suv ichish mahoratini qanchalik mashq qilding ukam? Buni 2 oy biz mashq qildim. Shu muchunda Odatda qutuq suv olib ishga ketib, har bir qatim ishga vaqtimda 2,5 kilo suv miqdorda ichib mashq qilaman. Herhalde suvni bek chiqib ketmay ukam. Har qanday narsaniki normdan ishib ketsa chiqadi. Lekin men seninki men Martinga qoyilib qoldim. Endi onda Putnasmanga 5'ni yaqib qo'yib turib suv ichish, men o'rtirib ichsam o'shkun olmaydimi? O'chday bu 10 stakan suvni sen 20 ichaman deb o'tirib to'xtatib qo'ydim. Ko'zim yetkach to'xtatdim. Nomerona masalan sen oldida kaltak o'ynatganlaring, o favqulodda yaxshi mahoratim bo'lib ketmadi. Nima ish deganda onunga degandek mashq qilolmabsa, qo'lingdan bir qatim chiqib qoldi. Shunday-ku? Lekin men yargan mahorating, suv ichgan mahorating men yardi. Seninki men o'tganda sen bir gapni degandim ukam-a. Qo'lingdan ya bir yerdan mavo talant boshqa gap, tavakkulchilik boshqa gap. Bayatın beri bizning tomoshabinlarimizni ko'rib o'tamiz. Asosan talant emas, bizningki mavo qarindoshlarimiz tavakkulchilikni olib kelibdi. Mayli manda zanjirni sirson, mayli ushkula miyani tasson. Lekin o qaramlik qilib o'zimizni anda yarlandiriishning faqat zarurati yo'q. Oldi bilan tan salomatligimiz, o'zimizning salomatligi birinchi o'rinda. Sening qo'lingga necha miq sanjilib ketdi ukam. Aslında qo'lang yana lazım bo'ladi. Belki hozir sen dastlabda dashtqandan bu da to'nishding. Kim bilan mashinaning to'chini eshitib qolsang lazım bo'ladi qo'l yana. Sizninki mahorat kelsak, men bayam dafada ketgandek Turg'unjon Mahmud nomer mahoratingli yomon jiq oldi, lekin men birsidan hozirlanmadim. Sizning sho'xliqingizdan boshqa. Haqiqatan sizda mahorat jiqkan. Aldirab ketmayli. Aldırmay olsak bo'ldi, unisiga ani sharatlab, man to'xtab, ani qilib, men tomoshabinlarga men o'tgandim dedim. Sahnada gap qilish, "Ey aka, anto, men qilish ishning o'zimi biz cho'qim tayyorlansa sariga chiqishimiz kerak." Ayada paranglashib tursak, tomoshabinlarning faqat bizga beradigan vaqt ya 1,5 soat ya 2 soat. Bo'lgan hurmatni tutqasak bo'lmaydi. Shunga shunlarning ichida mening tanlaydiganim Azam Ahmad. Rahmat. Kechirsa ishqalarga bilet tashlamay qoldim. İkimiz paranlaşıp bakandık. Ben paranlaşıp baksam, ben gidem degan, ben ayalmışlak olgan, bunu oylagan, bugün ketişine. Ama tötle bilet yok olsun, kolun parayı yok. Lekin bunun da biraz taattir söyleşme kıllığı en yukarı. Lekin özlem bilmem, lekin kim taatalaydı mı, bunu ilip param söyleme. Lekin kılışta kıldım, ama tötle bilet yok olsun, kolun yerim olmayı bile getim yok. Ben gap qilishga ruxsatmi ya? Bizning bu talat sahnasi. Biz talatni amli talat vosita cho'qimli nomer beramiz. Endi masalan men degandek bu maxsuslikqa sirk tanlash nimasi olgan bo'lsa,
cho'qim nomer berish kerakdi. Men beshidim dedim bu gapni. Sizmi ismingiz nima? Alimjon. Alimjon? Alimjon. Bugun ash talat turibim degan qo'lni birga qanab qolmasin deb. Shuna deyishdi qudaymi, dikrama? Degandek birga emas, ikki kishi qanab ketdi. Ham bu yine qaramliq rasul degandek. Endi ma nima keldi bizning Azamjon. Azamjon 9 yosh kirdingizmi hozir? 21ga. O'zing yolg'iz kirdingmi? Akamlar shirklashib kirgan mukamjikim birga. Suvni oz suvni ichaverib usanmay qolishaysan. Ya. Ha? Ya. Suvni oz ich bilanda sening rost gap qilsak, sening bu xalqlar sendaq beshingni pastga turib ichdan, balak odam o'r turibmi, unda suvni ichib bilmaydi. Anda ichmak rostla bektas. Menma yana ishkinglarga biramidim, sen bir nomer beray. Rahmat. Ishkinglarga endi qilib kechiranglar. Rahmat. Aldı bilen Alimcan, muşu şundaq, sahnaga yarashgan bir Uyg'ur yigitisiz. Sizni ko'rishning o'zimi bir huzur keldi odamga. Bizning kelgusi avlodlarimiz har vaqt sizning sog'lom bo'lishingizni umid qilamiz. O'tgan qatim bir qatim ikkinchi bosqichga keldingiz. Oldingi qatimki numaringizdan bu qatimki numaringizda ilgirlash bo'ldi. Lekin o'zingiz bek hayajonlanib qoldingizmi? O'rlash jihatda ancha mush nuqson ko'rilib qoldi. Har vaqt sog'lom bo'ling. Mening sizga beradigan gapim, har nima ish qilsangiz ulguradigan vaqtingiz hozir. Har qanday bir hunarni o'rgansangiz, bugunni boyga yetkiza oladigan vaqtingiz, har qanday ishga bel qo'yib etmang. Azam Ahmad. Endi su içirgan maharetini ikki ustoz sizninkini ko'rib, intayin yaxshi baholarni berdi. Yani qolgan nomerlarimiz faqat 102 nomer bo'lib qolganlarmish, bir nomer bo'lib qoldi. Men sizga nomer berishni o'ylashmadim. Chunki siz yana bir qadamda nima qilishni, buningdan yaxshiroq nomerni aytsangiz, men shu chaqda sizga nomerimni berman. Hozir siz ikki nomer bo'lgandan keyin qolgan maslahatlash fursati bor, sizga yana fursat bor. Endi 3-chi nomerni men degan Turg'unjon Mahmud. Men bu apandimga nimishga sahnadagi qizg'inligi bor. Ikkinchidan men birinchi bosqichda qattiq qilgan. Chunki bir er kishining mas'uliyatini, majburiyatini atgan. Degan ayolning bu sahnadan yaxshi natija ololmaganligiga, ko'ngli yerimligiga, bu sahnada o'zining eng yaxshi holati bilan, ruhi bilan, jushqun kayfiyati bilan ayolning ko'nglini oshmoqchi bo'lganiga bir xil xush bo'ldim. Ayol uchun xizmat qilaman dedim sahna orqali. Shuningga men sizga hurmat bildirib, bir dona biletni beraman. Rahmat. Mana bizning shoirimiz, qarindoshimiz hozir eng muhim vaqtda turyapti. Atgan yoq kiryapmiz. Alimjon inimiz amaliyotda Alimjonniki nurg'un texnikalari bor, Alimjonniki. Birinchidan bugun mushu nimani Sudanni yetish jarayonida bu yomon jiddiychilik bo'lib qoldi Alimjonga. Shundaqmi ukam? Favqulodda jiddiychilik bo'lib qoldi. Shunlashqanda bu yerda o'ylamagan bir xatolik yuz berib qoldi-da. Chunki endi o'zinglar bilsizlar, talant sahnasining qoidasi shu xatolik yuz berilgan cho'qim uningga asli qilcharoq qurildi. Biz yana bizning mahirlarimiz har qancha har vaqtda yana bag'alg'uchlarning shunaqla xalqimizning madad bilan turdi deb qaraymiz. Mening inimiz Azamjon. Azamjonninki endi bu siz tuyuqsiz mashta teatr suv ichishni yaxshi ko'rib qoldingizmi yoki siz Uni asli yetishtirib o'shyapsizlar. bolalar bilan o'ynab
men beshimda tura olayman degan asosda qilib turdik, turishib, anadan keyin uning bilan suv ichishni beslashdik-ku, ay shunday qilib. Suv ichishni beslashib, u ichmay tushib ketdi. Men o'shanda shu chaqda bir ichgan bilanlar, shu bilan men sen bo'lgan degan. Ya bir vaqtcha bizning bir inimiz var, muxbir inimiz bilan tursak bir bal telefon qilibdi-da, men Yakentdan mashinani keyin ishlab haydab Urumchiga olmoqchi dedi. Nima deb keyin ishlab haydaysan? Bu bir obdan bu asfalt yo'lda oldi qarab maqdiga yo'l tursa, sen nima deb keldim keyin ishlab maqsa unda edi. Shunga nima deyman? Bir obdan tuz ishirgan suvni sen ta'tir ishman buningda o'yingni masalan maqsading sen masalan qandaq yana qanchalik suv ichishimda. Sen örtürüp kaçını dümküp durmuşsan olmamdı demeden ya. Şunu deyme kaçını. Hem de sizinki lekin fevkalade yüzünüzde mışındak bir talantının bağlığını namayan kılış bu royunuz, bu küçüğünüzde çokum bunu kullaşkı buldu. Lekin bu bizim televizyon aldırıki ballarımız hatta şu talant kışkımızda kızık otkan kırındaşlarımızdan doğru edilen maharet emmes bunundur şu. Doğru mu hakikaten? Doğru. Çünkü hem de sizden nime aşı sunu bedeninki şeraiti mi şunun maske gelin sizden ameliyatta. Doğru mu? Hem de Turguncan'ı kelsek. Turguncan sizde maharet bekçikken. İlişkinin mi dedik? Siz bizden aşı Irak'taki kırındaşlarımızla Çankıgan köngüllerge bir tamçı olup, aş halkına koy. Sizde şundak bir iştiyak, şundak bir ruh var ço. Şunçilik. Hem de siz pakatlam, siz de turvatsız men üzemden mış halkımını bir hoş kısam, halkını bir mıştak kül desem. Mesela bizden devlet rehberi Xi Jinping davatıda nişi şey, veli şey de. Sen kim için hizmet kılsa da, çoğunlaşka siz halk için hizmet kılığınız için ben sizge bir bilet verime. Ana. Rahmat. Bahalıqçı ustazlarımızın yuqarqı sözlerini anlap ötdük. Nayt orunluq, nayt tetimliq sözler bo'ldi deb qarayman. Bahalıqçımızın qimmatlik baha va taklif berish asosida mahirimiz Turg'unjon apandim 2 biletga erishdi. Yana bir mahirimiz Azamjon 2 biletga erishdi. Menimcha bo'lganda sizlar mushu qitimliq mahoratni o'rinlash uchun jabba çekdinglar, ajr so'ngdinglar, tirishdinglar. Buni hammamiz bildik, his qildik. Lekin bizning programmamiz musobaqa tusini olgan bo'lg'achqa bizning baholig'ichi ustozlarimizni aytib qilarliq so'zlarni dedi. Eng muhimi sizlar mushu baholig'ichi ustozlarniki degan so'zlari asosida tajriba saboqlarni yakunlab yanama tirishsanglar degan umidimiz. İki mahirimiz sizlarning yana bir fursatlar bor. U bo'lsa-mu baholig'ichi ustozlar shunaqla program gruppasidagi rejissorlarning qaytadan o'ylashib ko'rishi, shunaqla televizor oldidagi ko'rman do'stlarimizninki bilet tashlashi orqali yana sahnamiz qaytib kelish fursatlar bor. Undaq bo'lsa, shu fursatni kutib turgaysizlar. Eng muhimi tajriba saboqlarni yakunlanglar bo'lamdi. Bizning xalqimizmi sizlardek yosh yigitlarni nihoyat madad bilib sahnamizni uzitib qo'ydi deb o'ylayman. Qani, aziz do'stlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Sizlarning talant sahnemizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Boyam sizlarning sahnedagi mahoratinglarni ko'rib o'tdik. Mana bizning baholovchi ustozlarimizmi sizlarning sahnedagi o'rilgan mahoratinglar qarta o'zlarining qimmatli fikrlarini, baho takliflarini qo'yib o'tdi. Eng oxirgi natija Olimjon mahirimiz bizning 3-bosqichimizga qadam qo'ya olmay qoldi. Shunaqa bizning 2 mahirimiz 2 biletga erishgan bo'ldi. Unda bo'lgandimi shu bizning programma gruppasining qaydini o'ylashib talishi orqali eng oxirgi yakuniy chiqarish fursatini kutib turadigan bo'ldinglar. Omadlarni tilaymiz. Rahmat sizlarga. Birinchi darajalik mukofotni ishonchlik, sifatlik un mahsulotlari, moy mahsulotlari, yemaklik mahsulotini ishlash bazasi bo'lgan Qashqar bahori oshliq moy chaklik shirkati 200 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mahirni 8 yildan buyon Uyg'ur tibobat dorigarligi bilan shug'ullanayotgan Tibbiy Javhar Uyg'ur tibobati dorigarlik 150 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi bo'lgan mahirlarni Xinjiang Sabiylar kasbiy taraqqiyot chaklik shirkati Zilan Oliy So'qim parashogi Qachuyi suyuqligi 100 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirni diyorimiz dehqonlari qo'llab kelayotgan ko'p iqtidorli don ayirish mashinasini ishlab chiqargan Lot Nahiya Atmiras yeziglik mashinalar shirkati 50 ming yuan qiymatidagi mashina bilan ta'minlaydi.
Assalomu alaykum, hurmatli aziz ko'rmanlar. Mening ismim Kilara. Mendan sizlarga qutlug' salom, oliy ikrom. Men bugun o'zimning eng yaxshi ko'radigan naqshamni olib keldim. Yaxshi ko'rishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum. Kamilam, xush keldiniz. Voy, assalomu alaykum. Voy. Qozog'istondan qachon keldingiz? Men akşam keldim. Akşam geldiniz. Ha, mana Kamilam. Xo'sh, unda bo'lsa televizor ekrani oldidagi qarindoshlarimizga bir salomingizni yetkazing. Assalomu alaykum, mening ismim Xanzada Kamila. Men Qozog'istonning Olmaota shahridan keldim. Men ruscha naqshni olib keldim. Ey, rahmat, barakalloh. Assalomu alaykum. Mening ismim Kilara. Men bir yil oyash kirdim. Men Savant yerdan keldim. Ay, rahmat. Mana bu ummaq ishki qizimiz oldingi bosqichda bizga shiroyli naqshlar bilan bizning qalb ta'lillarimizni chekkan. Xo'sh, bu qatim bizningki Yipak yo'li talon sahnamizning ikkinchi bosqichining qoidasi bo'yicha endi 2 yillar naqsh o'qish bo'lg'achqa 2 yillar birga sahnaga chiqargan bo'lib qoldinglar. Bu qandaqdir musobaqa emas, bu raqobat emas. Bu sizlarning do'stlik rishtinglarning bog'langanligi. Xitinglarmi? 2 yillar bir-bir singlarningki ortiqchiligini o'rganisizlar, ustozlarning degan gapini yakunlab, uningdan keyin texmo kasb hayotinglarda yuqori o'rlasizlar. Mana bu sahnaga kelganinglar o'zi bir talon. Mushuni o'zi bir bizningki natijamiz. Tushundinglarmi? Mayli natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bizga nima muhim? Do'stlik muhim. Demak qilinglar, ikkinglar bir-biringlarni qo'lini chim tutib, ikkinglar qalbi bilan, qutuq bilan bizning 3-bosqichga o'tib ketishinglarga chin dilimdan tilakdoshman. Qutuq omad sizlarga yor bo'lsin. Sabila markasidagi qulaylik ulgurlar Mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Mening ismim Kilara. Men bir yil 10 yosh kirdim. Men Savantdan keldim. Men bugun o'zimning eng yaxshi ko'radigan naqshamni olib keldim. Yaxshi ko'rishinglarni umid qilaman.那是一个秋天，风儿那么缠绵，让我想起他们那双无助的眼，就在那美丽风景相伴的地方，我听到一声巨响，震彻山谷。就是那个秋天，再看不到爸爸的脸，他用他的双肩托起我重生的起点，黑暗中泪水沾满了双眼，你不要离开，不要伤害，我看到爸这么走远，留下我在这陌生的人世间，不知道未来还会有什么风险。我想要紧紧抓住他的手，妈妈告诉我，希望还会有，看到太阳出来，妈妈笑了，天亮了。这是一个夜晚，天上繁星点点，我在梦里看见我的妈妈，一个人在世上
想，你不要离开，不要伤害。我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生的人世间。我愿为他建造一个美丽的花园。我想要紧紧抓住他的手，妈妈告诉我，希望还会有看到太阳出来，妈妈笑了，天亮了。Rahmat. Assalomu alaykum, mening ismim Xanzata Kamila. Men bu qitim ishchi boshqishqa o'zimning o'rishcha nasham ep keldim. Sabiyle marksizlikka qolaylik ulgurlar mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Mening ismim Xanzata Kamila. Men Qozog'istonning Olmaota shahridan keldim. Men sizlarga rus naqshamni ep keldim. Qani boshlang qizim. Biraylankilari bize Kamil lakinde. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала, и вот проснулась и глаза свои открыла. Теперь не я пою, любовь поет, и эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала так, как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется, и вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет, не сможешь ты уйти от этого огня, не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет, не сможешь ты уйти от этого огня, не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала,
Qadrli ko'rman do'stlar, yuqorida biz bu 2 nafar kichik mahirlarimizning, ya'ni Kilara bilan Kamilaninki nihoyat lirik ham ta'sirlik naqshlardan hozirlandik. Menimcha bo'lganda bular garchi kichik bo'lsin, intayin yomon kanchi bu cho'ng naqshlarni aytyapti. Masalan, alaylik Kilara qizimiz bo'lsa, shu Jungoniki dangliq naqshchisi Xanxoniki Tong Oti nomli naqshni bizga nihoyat muvaffaqiyatli holda o'rlab berdi. Kamila qizimiz bo'lsa, shu ruscha nihoyat lirik bizni xiyoliy tuyg'ularga boshlaydigan naqshlarni aytib berdi. Xo'sh, undaqda bizning baholovchi ustozlarimiz sizlarning bu mahoratinglar qanday baho va takliflarni berdikin? Birlikda anglab boqamdik. Kilara qizimizni kelsak, Kilara'ningki ovoz, ondan hissiyot, ifodalash, naqshidagi qattiq yumshoqlik bu jihatga hali obdallo diqqat qilib aytilgan naqsh bo'lib qolibdi bu. Garchi o'z kichik bo'lgan bilan. Ondan keyinda ishlagan usulg'imi kichik qiz shunday yaxshi obdan moslashib, haqiqiy hissiyotni umi shu naqsh bilan giralishib ifodalashda hali zo'r rol o'ynab deb qaradim. Hatto ankenda qiz o'zim yig'lab ketdi. Usulchi kichik qiz. Men naqshinamni hali qiyinlik darajasi bor naqshgan to'q. Uning ustiga mush naqshini shu yerga olib aytolmasa, hech kimning ko'zidan yosh qaramaydi. Herhalde bayam qarasam Ömercan'ın şu tomoshabinlarimizning asosan ko'zidan yosh chiqara oladi bu naqsha. Chunki naqsha odamning bir yeriga tekkanda, bir vujudiga ta'sir qilganda, uningdan ya yosh chiqirdi ya boshqa. Naqshni chiroyli obdan o'rlab berdi. Endi Kamila qizimiz kelsak, bu qizimiz o'zini aytdi o'moq, shunchalik yavash ko'rindikan o'zimi. Naqshi ro'sha naqshidan birini o'rlab berdi. Ondan ovozimi jaranliq, yiqimliq, buning o'ziningmi xos bir ortiqchiligi bor ekan. Mayli naqshiniki shu evji bo'lsin. Ovoz shunchalik pokiz. Siz tarbiyalanganmi qizim sizmi? Ustozim bor. Shu ustoz borligi mana men deb chiqib turdi. Bu Kilara'mı tarbiyalanganda qilib turdi. Ha? Men uyda o'zim televizorlarda ko'rib egallagan bo'laman. Ma talant boshqa kelmisi. Buna da to'g'im talant bor ekan. Ba'zan har ikkalarining ish qila oladigan va turdi. Kamilaninki mayli ovozning o'rni ifodalash. Başta bu Kamila deganda kirmidi naqshning ichiga. Naqshning o'ttirig'i kelgandan keyin ondan hissiyotga cho'kdi. O'zim rasmiy naqshning ichiga kiradi. Adama naqshiningki avjida hali qiyinlik darajasi bor ekan-ku. Mana bu ishlarninki har ishlarning naqsi yardi. Men har ishlarga birdan bilet tashladim. Rahmat, rahmat. Əlaqə kiçik qızala o xəns oxşamamda. Yak dostunuz xəns olma? Yo'q, Uyg'ur. Abayqı kichik qiz var xansu. Qışqırıb çıxan, çıxqaymayaga. Sekniga. Siz bir gap qilay. Qışınsta qılğaydı. 讲汉语可以。几岁了？我今年8岁了。8岁了。哎呀，今天跳得太好了！我刚才看着你静静的哭了，对吗？太棒了！我想见见有没有什么？siz naqshini rastlab bakchalliq, cho'ng bir ayoldek etdingiz ovozingiz. O kichik qizaldek ovoz emas. Shunda ovozingiz tom, shunda yiqimliq ta'sirli meni ko'zimdan shunda yosh ketdi. Meni emasmish ki mimarlar hammasini tashladim. Men sizga bir nomer tashlay. Jiq gap qilganing nimasi yo'q. Endi ikkidan birini tanlash uchun bo'lgan uchun endi sizmi naqshini shundoq jonliq unday aytdingiz. Kechirsiz, men sizga tashlay qoldim. Kamila, mijozunuz yo'qmi qizim? Bir yeri og'riyotdi deyman, bir yeringiz og'riyotdimi? O'zbek yavoshga. Ha. Obaynozim tövəndə aşındaqla holatda. Qarsan bayının yoq aşqazını tutub qalğandı. Aşqazını ağrıb qaldım kende. Belki saat 1 olay deb qolib qo'sqa ichib qoldimi ki? Balkim. Endi biz rus tili bilmaganligimiz uchun mazmunini aniq tushunamadik. Lekin muzikaning görünüşü, bu qizimning aytgan hissiyoti, mushu orqali bu naqshinimi asos jihatdan
muzikaning melodiyasi bilan birlashtirib analiz qilsak, bu qizimning naqsimi, shu qizning ifodalash bo'yicha intayin yaxshi bo'ldi. Klara, siz o'tgan qitimmi usul o'ynab do'stlaringiz bilan kelgan naq maydonda ham usul ham naqshi aytib chiqqan-ku deyman bu ekranga. Haqiqatan siz menga bek yaragan. Chunki sizning har bir usul harakatlaringizga qiri, ash naq maydonda hozirmay turib bir naqshni butunlay tugatganingiz bu sizning mushu kasb uchunla. Adeti deb qo'yamiz, tug'ma talant deyotganmiz. Endi tug'ma talant 30% bo'lsa, tirishchanlik 50%ni yoki 40%ni egallaganda, uningdagi yana 30% sharoit yetilib, fursat sizga kelgan vaqtda, anki 100%lik artist bo'la olasiz deymiz bizning ko'nglimizda har vaqt. Sizda ashundaq tug'ma talant bor ekan. Eng avval 30%lik tug'ma talantni siz o'zingizda dalillar namoyon qilgansiz. Mushu sahnada sizning har bir qirlaringizdan bak huzur oldik. Lekin men bugun nomerimni bu Kamila qizga beraman. Chunki siznikiga gap ketmaydi, siz haqiqatan yaxshi bir artist bo'la olasiz. Keyin mushtarakga yurish qilsangiz bo'ladi. Lekin Kamilaga mening shundaq bir nomer bergim kelgani, o boshda muzikasining udariga kirmakmi shundaq bir tez muzik ekan. Shuningda chiketmay, men shundaq anglasammi, shuningda birdan nuqson ko'rsatmay, bo'pmi o'tirdiki avjisi ifodalaydigan hissiyat kelgan vaqtda bu qiz qaytadan echildi. Shuningga men sizning nomeringizni, ovozlaringizni yaxshi ko'rdim. Men sizga bir nomer beray. 3-bosqichga kirib qolsangiz, men texmi yaxshi holatda sizni bu sahnada bir nomerimni elish uchun rag'batlantirib bu nomerimni olib qoldim. Juma qizim. Rahmat. Rahmat ustoz. Kamila qizim, oldin qatimda salom xalqim degan xalqma mushu naqshini olib kelgandingiz. Bu aziz xalqimizga Qozog'istondagi ota-onangizdan, hatto qarindoshlaringizning salomini ilib, shunday yaxshi keldingiz. Mana maqatimda mayt yaxshi aytdingiz bu naqshni. Lekin o'zingiz oldin qatim kelganda sahnadagi turishingiz, anandan keyin o'zingizning nimangizda mayt yaxshi o'zgarishlar bo'libdi. Endi Klara qizim, siz bu naqshni qaysi vaqt mashq qildingiz bu naqshni? 3 kun. Ayaq 3 kunda yetib, siz durust gapni qiling. 3 kunda yetib bu bir naqshni bundaq oyoqqa Bir ay. Mana ma gapingiz to'g'ri bo'ldi. Bir ay mashq qildim degan gap. Bir oyda siz mashq qilib, anisiga bu naqshning birinchidan siz tekstiga haqiqatan o'zingiz cho'kibsiz, tushunibsiz. Andan keyin haqiqatan boshi tekstning ichiga kiryapsiz. Tekstning ichiga kirgandan keyin siz buni haqiqiy yurgingiz bilan aytyapsiz. Sizni bir hissiyat bilan ashtaqa aytyapsiz. Endi bu sizning naqshingizning usulini kim ishladi? Rizangul ustoz. Sizningki naqshni o'rinlashingiz shunchalik yaxshi bo'ldi. Mayt yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlarning bizning talon sahnimizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Bayam sahnada bizning ikki o'maq mahirimiz, ya'ni Kamila va Klaraninki hammamizni hayajonga soladigan mana shundaq ovozini anglab o'tdik. Bizning baholovchi ustozlarimizmi bizning bu ikki mahirimizga nihoyat qimmatli, yaxshi baholarni berdi. Shaxsan Klaraninki sahnadagi o'zini tutib olishi, mana shundaq hammamizni hayajonga soladigan, ko'z yoshlarimizni oqizdigan ajoyib muңлуq, ajoyib ta'sirli naqsini anglab biz nihoyat faxrlandik. Klara oxirida 3 biletga erishdi shunaqo. 3 biletga erishib bizningki program gruppasiningki qaytadan o'ylash tanlashini kutish bosqichidan o'tib ketib, bizning 3-bosqichimizga nihoyat muvaffaqiyatli oldi qadam qo'ydi. Klarasini muboraklaymiz. Texnik tirishing bilamdi. Bizning baholg'uvchilarimiz Kamila qizimizga 2 bilet berdi. 2 biletning o'zi program gruppasidan qaytadan o'ylash tanlash orqali, ya'ni 2-bosqichdan o'tib 3-bosqichga yana qaytadan kirish fursatingiz bor. Shuning uchun sizning umidsizlanmasligingizni, qaytib borgandan keyin tayyorlikni yaxshi qilishingizni, 3-bosqichda sizni yana qaytib ko'rishga taqozomiz. 3-bosqichda ko'rishaylik. Bulamda? Aman bo'linglar, rahmat.
Hoş, hürmetli tomoshabinlar, televizor ekrani oldidagi qarindoshlar. Ipak yo'li talon sahnasi programmamizning bugungi soni mush yerda oxirlashdi. Oxirda hammanglarning teniga salomatlik, ishlaringlarga utuq tilaymiz. Kelarki san programmamiz ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Siz mucho comer